OnCloud Zone Moon'ni yana bir rassetkasi qo'limizda. Bu safar ichlari yashil bo'lgan rassetkasi. Hozir ham ko'kini ham sizlarga ko'rsatdim. Xuddi shuni ko'ki va yashili. Yashilida xuddi o'sha ko'k joylari yashil ko'rinishga, kameram to'g'rilib olib, yashil ko'rinishga olib kelingan. Ya'ni orqadagi fon ich qismlari va iplardagi yashillik hamda ham ichidagi detali. Va bayrog'ini ko'rsatdim boshqa rassetkasida. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqadir chiroyli ko'rinishda qilingan orqasiga. Va boshqa rassetkasida ko'rsatmagan narsani ko'rsataman. Birinchisi, ichi qanchalik havo o'tkazishi mana bu yerdan boshlandi. Xudo xolisa yaxshi o'tkazish kerak. Sababi tekstil hamda setkadan tashkil topgan. Ushbu oyoq kiyim materiali ozgina bir qavat emas, ikki qavat shunday bilinyapti va tillari bo'lsa qalinroq, bu yumshoqlik, komfort berilishi uchun. Va boshqa rassetkasida ssilkasini ko'rmadik. İçlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Tilla o'ziga biriktirilgan ekan yonidan. Va ichlari juda puxta tikilgan va stilkasi juda ham bir noodatiy ko'rinishga olib kelingan, baribir elegantli ko'rinishga olib kelingan. Hatto bitta oddiy stilka bo'lgani bilan baribir mana shunaqa uzr komfortlari bilan stilka ham baribir yaxshi bo'lgan narxi yaxshi sababi narxiga mos bo'lish kerak demoqchi edim. Xayolim tilim bilan anaqa chiqishmay qoldi. Aytmoqchi bo'lganim endi 250 atrofda sotiladi, o'shanga yarasha bo'lish kerak demoqchi edim o'sha obzorda. Xullas shunaqa gaplar.